Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda Parkinson kasalligi haqida biroz chuqurroq gaplashib o'tamiz. Parkinson kasalligini Parkinson kasalligida qanaqa simptomlari bor, qanday kechadi, uni nima keltirib chiqaradi, uni qanday davolash kerak, qanaqa dorilar ishlatiladi, nimalar tekshirib qilish kerak, shu haqida gapirib o'tamiz. Demak, avval oddiy misol qilib ushbu masalani keltirsa, bemor 55 yosh erkak kishi 6 oy oldin sog'lom bo'lgan. O'sha paytda bemor kutilmaganda o'zida tremor, ya'ni titroqni, qo'llarida titrashni kuzatiladi. Boshqa shikoyatlari bo'lmaydi. Shifokor tomonidan ko'rilganda o'ng qo'lida, demak, tinch turganda, demak, bemorning qo'li ish qilmayotgan holi turgan paytda uni qo'lida titroq bo'layotganligini ko'riladi. Yurganda bo'lsa ikkala qo'lda ham doimiy titroq bor. Burun barmoq sinamasi vaqtida ham yengil titroq bo'lgan. Bu burun barmoq sinamasi mana ko'zni burunga yetkazish. Shunda demak bemorda biroz qaltirash kuzatilganligi aytiladi. Yuzida ifodasi, ya'ni qavsima, ya'ni yuziga qaraganingizda emotsiya yo'q, xuddi yo qovog'i solinig'imi yo kulyaptimi, xafami, xursandmi bilolmaysiz. Yurishida sekin, mayda qadam bo'lib, ehtiyotkorona bo'lib yurganini ko'ramiz. Mushak tonusi oyog'ida, qo'lida oshgan. Tonus oshish nima degani? Tonus oshish deganda bizda o'sha qo'l va oyoqlarni bemalol, osongina, xuddiki zanglab qo'yganga o'xshab qattiq ochilib yopilishiga aytiladi. Shunaqa holat kuzatilgan. Qolgan tekshiruvlar shifokor ko'rganda o'zgarishsiz. Bemorning rafiqasi spirtli ichimliklar ichishi yoki boshqa dori vositalar ichishini inkor etadi. Demak, bizda ehtimoliy tashxis bizda Parkinson kasalligi, keyingi diagnostik qadam va davolashdagi nimalar ishlatilishi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bizda Parkinson kasalligi aytib o'tganimizdek, bemordagi o'sha titroq bor, asimetrik boshlangan, e'tibor qiling, bir tarafdan boshlangan. Bundan tashqari unda harakatning kamayishi, ya'ni sekin mayda qadam bo'lib qolishi, yuzida emotsiyaning yo'qolishi va mushak tonusini oshishiga belgilar kuzatilyapti. Bizda diagnostik qadam differensial tashxis, ya'ni boshqa bu Parkinson kasalligi yoki boshqani aniqlash uchun turli xil tekshiruvlar o'tkazish, ya'ni MRT qilish bosh miyani. Hozirgi kunda o'sha dopamin agonistlari, dopamin uni bosuvchi levodopa dori vositalari, monoamin oksidaza, MAO va ingibitorlari ishlatiladi. Demak, biz yuqorida aytib o'tdik, tremor bo'lishi, rigidlik, ya'ni tonusni oshgan bo'lishi, ya'ni qattiq bo'lib qolishi, gipokineziya, ya'ni harakatlarning kamayishi kabi belgilar Parkinson kasalligi uchun xos 3 ta triada hisoblanadi. Undan tashqari bizda 4-chi simptom ham bor, ya'ni postural beqarorlik. Bu nima degani? Tik turishganda xuddiki yiqilib ketgandek oldiga, orqaga yiqilib ketish belgilari Parkinson kasalligi diagnoz qo'yilgandan keyin, simptomlar boshlangandan keyin bir necha yil ichida yuzaga keladi. Eng ko'p tarqalgan Parkinsonizmni turlaridan biri bu Parkinson kasalligi, ya'ni Parkinsonizm degan kasallik bor. Uning ichiga Parkinson kasalligi ham kiradi. Ikkinchi sabablarni, ya'ni Parkinsonizmda boshqa sabablarni aniqlash uchun tekshiruv o'tkazishga, misol uchun dori vositalari, antipsixotik dori vositalari ham titroqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Gidrotsefaliya bormi, infeksion kasalliklar bormi, bularni ham tekshirib isnov qilib qo'yish kerak. Odatda bosh miya MRT tekshiruvi o'tkaziladi. Parkinson kasalligi birinchi James Parkinson tarafidan shaking pulse, ya'ni qimirlovchi holsizlik, ya'ni harakatsizlik haqida gapirib o'tgan. Parkinson kasalligining turli ko'rinishlari namoyon bo'lishi mumkin. Misol uchun bemorda o'rnidan turishda qiyinchilik bo'lishi, burilishda qiyinchilik, yozilganda e'tibor qilinsa agar mayda yozuvlik bo'lib qolishi mumkin. Bemor biroz oldiga munkayib, bukchaygan holda yurishi mumkin, sudralib yurishi mumkin oyoqlarda va ba'zan so'laklarini oqishi ham kuzatilishi mumkin. Lekin ko'proq harakat bilan bor muammolar yuzaga kelishi ko'proq aytilsa-da, undan tashqari sezgi tizimida ham patologiya yuzaga kelishi mumkin. Aksariyat bemorlarda sezgi yo'qolishi bu Parkinson kasalligiga dalolat beruvchi belgi hisoblanadi. Og'riq ham yuzaga keladi ba'zan. Vegetativ disfunksiya, depressiya, nutq buzilishlari, dizarteriya, gapirishda
qiyinlashish va duduqlanish ham ba'zan yuzaga kelishi mumkin. Parkinson, James Parkinson bu sezgi va aql saqlanib qoladi deb aytib o'tgan, lekin yangi ma'lumotlar Parkinson kasalligida kognitiv buzilishlar, xotira pasayishi, demensiya kabi holatlar ham yuzaga kelishini gapirib o'tadi. Demak, eng yaqin patologik belgi, endi biroz anatomiya haqida gapirib o'tsak, eng yaqin patologik belgi bu substansiya nigra degan o'rta miyada bizda maxsus pigment bor. Shu pigment yo'qoladi va bu hududda neyronlar kamayadi va ba'zan o'sha eozinofil inklyuziya levi tanachasi ham aniqlashi mumkin. Bu o'sha miyani yuqori rostdan qismi proyeksiya beradi, bosh miya bo'sag'ini innervatsiya qiladi. Bu yerda dopamin miqdorining keskin kamayishi dopamin yetishmovchiligi holatlariga olib keladi. O'lim vaqtiga kelib dopamin yo'qolishi 90% gacha kelishi mumkin va simptomlar taxminan 70%, ya'ni dopamin kamayishini 70% darajaga yetganda paydo bo'la boshlaydi. So'nggi yillarda o'sha Parkinson kasalligi haqidagi ma'lumotlar yana ham to'liq o'rganila boshladi. Yana bradykineziyadan boshqa turlari ham aniqlandi. Simptomlarni qanday kelib chiqishiga izohlar berila boshladi. Morfologik yoki kimyoviy o'zgarishlar, xolinergik beta-glukanoatinatoz, noadrenergik locus ceruleus va serotoninergik raf yadrolari talamusning turli xil, misol uchun centromedian parafasikulyar kompleksida o'zgarishlar ham aniqlandi. Parkinson kasalligida o'sha biz shubha qilishimiz mumkin, agar qachonki erta boshlansa, tez demensiya rivojlanib ketsa, kasallik juda tez rivojlanib ketsa, demak, kasallik sekin asta rivojlanishi kerak. Yuqoriga qaray olmaslik holatlari kuzatilib qolsa, yuqori motoneyron belgilari mavjud bo'lsa, ya'ni qo'lda reflekslarning oshishi, tonusning o'ta oshib ketishi patologik belgilar, Babinskiy kabi patologik belgilar, asaliya belgilari yuzaga kelishi, dizmetriya, ataksiya, CD tuta olmaslik, erta yiqilishlar kabi belgilar bo'lsa, bu boshqa kasallik haqida o'ylab ko'rish kerak. Parkinson kasalligida asosan neyrovizualizatsiya qilganmiz, MRT nol bo'ladi. Striatum demak qismi bor. Bizda dopamin innervatsiyasini ko'rsatishga mo'ljallangan turli xil PET tekshiruvlar bor. Ularni ham aniq ko'rsatib berish mumkin, lekin bu nisbatan qimmatligi uchun kamroq qo'llaniladi. Demak, birinchi marta shifokor oldiga kelganda, shifokor dori vositasidan kelib chiqqan kasalliklar, masalan, antipsixotiklar ichadimi, yo'qmi, toksinlar bilan aloqada bo'lmaydimi, metabolik jarayonlar bor yo'q, sahar kasalligi, shu kabi kasalliklarni, qon tomir kasalliklarini, davleniyasi yo'qmi, shu kabi kasalliklarni va gidrotsefaliya, misol uchun normativ gidrotsefaliya bormi yo'qmi, infeksiya bormi yo'qmi, shuni aniqlab ko'rish kerak. Bundan tashqari o'sha Parkinsonizm belgilari ham bor. Multisistem atrofiya degan maxsus kasallik bor. Buni P va S shakli bor. P shaklida ko'proq Parkinsonga o'xshab ketadi, faqat tremor kamroq bo'ladi va ko'proq simmetrik rivojlanadi. Multisistem atrofiyaning S shakli bor. Bunda o'sha miyacha simptomlari bilan birga keladi. Undan tashqari avtonomik belgilar ham bor va MRT da o'ziga xos belgilari ham kuzatiladi. Levi tanachalar bilan demensiya, bunda o'sha ko'proq aqliy pastlik bilan kognitiv buzilishlar yaqqolroq yuzaga keladi. Parkinsonizm va Alsgeymer kasalligida uchrashi mumkin bo'lsa-da, kamdan kam bu holat kuzatiladi. Parkinson kasalligida ham demensiya so'nggi bosqichlarida oxirroq kuzatiladi, erta rivojlanmasligi kerak. Kortika baza degeneratsiya va progressiv subklinik falajlik kabi holatlar bor. Kortika baza degeneratsiya odatda bir taraflama, titroq, rigidlik, reflekslarning kuchayishi va oyoq qo'lda apraksiya distoniyasi va begona qo'l kasalligi bilan yuzaga kelishi mumkin. Progressiv subklinik falajlik esa shu bemorda tepaga yuqoriga qarashda qiynalishlik kabi belgilar bilan yuzaga keladi. Davolash usullari. Parkinson kasalligini davolashda aniq davo choralari bo'lmaganligi sababli ko'proq simptomatik holatda kechadi. Levodopa, dopamin agonistlari kabi dori vositalaridan qo'llaymiz.
Undan tashqari qo'shimcha non-farmakologik dori-darmon bo'lmagan jismoniy terapiya, nutq terapiyasi, mashqlar kabi amaliyotlarni ham joriy etilishi mumkin. Og'ir holatlarda xirurgik vositalar ham davolashga aralashishi mumkin. Demak, Parkinson kasalligida asosiy davolash uchun dopaminergik vositalardan foydalanamiz. Levodopa dori vositasini beramiz va qon demak baryeridan o'ta oladi, miya baryeridan o'ta oladi. Gematoencefalik baryer deyiladi. Bu baryerdan o'ta oladi. Dopamin esa o'ta olmaydi. Levodopa miyada dopaminga aylantiriladi. Ichakda periferik parchalanish ingibitorlarini qo'shilishi bilan to'xtatiladi. Shuning uchun bizga karbidopa dori vositasi kombinatsiyalangan holda ishlatiladi. Bundan tashqari periferiyada zararlanishni, parchalanib ketishni oldini olish uchun COMT ingibitorlari ham ishlatiladi. Parkinsonga demak, Parkinson kasalligi levodopaga yaxshi javob bersa, tremor kamaygan bo'lsa, bu diagnozni tashxislashga yaxshi yordam berishi mumkin. Xo'p, dopamin agonistlari qon miya to'sig'idan bilan o'ta oladi. To'g'ri retseptlarga ta'sir qiladi. Bularga pramipexol, rapinirol va bromkriptin dori vositalari kiradi. MAO ingibitorlari, sirigilin, razagilin kabi dori vositalari o'rta yengil darajalarda ham monoterapiya sifatida ishlatish mumkin. Amantadin asosan NMD retseptorlarini bloklash orqali ta'sir qiladi deb hisoblanadi va tezlikdagi tremor, distoniya, tonusni oshishda kamaytirib beradi. Yaqinda bundan tashqari amantadinni levodopa bilan diskineziyani yengillashtirishga yordam berishi aniqlangan. Demak, bizda Parkinson kasalligini aniq sekinlashtirgan davolash mavjud bo'lmasa-da, levodopa terapiyasi kasallikni ancha yengillashtirishga o'rganib chiqilgan. Lekin ba'zan levodopa dozasini oshirib yuborish turli xil diskineziyalar paydo bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda shifokorni chiroyli holatda yondashuvi talab qilinadi. Ya'ni dori-darmon bilan sekin asta bu diskineziyani yo'qotish mumkin. Levodopa o'rniga dopamin agonistlar bilan boshlash kerak. Doimo Parkinson kasalligini davolashda darrov levodopa bermaslik kerak. Demak, yosh bemorlarda diskineziya, ya'ni levodopa berish sababli diskineziya rivojlanish xavfi yuqoriroq hisoblanadi. Ko'proq lekin eng yuqorida aytganimizda shu levodopani sekinroq berish kerak. Birinchi dopamin agonistlardan foydalangan ma'qul. Xo'p, bizda agar bemorlar levodopaga yaxshi javob bersa, faqat motor simptomlar saqlanib yaxshi javob bermasa, tremor kuchayib borsa, bizda deep brain stimulation kabi jarrohlik amaliyotini qo'llash mumkin. Bu juda yaxshi foyda beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Quyidagi ijtimoiy tarmoqlar uchun bizga agar savollaringiz bo'lsa, shikoyatlaringiz bo'lsa, bemorlar bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin.